Hammaga salom qadrli aholi, sizlar bilan men Relet. O'tgan videolarning birida bir aholi menga topshiriq beribdi. Bugungi videoda esa hardkorda 100 kun yashab qolishga harakat qilaman. Va men mod qo'shib hayvonot bog'i qilishni ham o'zimga challenge qilib oldim. Siz esa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Nega qishloqda paydo bo'ldi desangiz, men bu qishloqda sedini oldim. Men modni qo'shganimda ichida qolgan maxluqlar bor ekan. Ular oddiy ayiq yoki fil emas edi. Aksiga olib meni Minecraft'im ham qotyapti. Ana endi mana bu sandiqda ichini fotorot qilaman. Men uzoqdan portal ko'ryapman va uni sandig'ida ham nimadir bo'lishi kerak. Ko'rganingizdek atrofda kapalaklar uchib yuribdi. Demak, mod ishlayapti. Mana bu yerdan ham ekinlarni yig'ishtirib olaman, chunki kelajakda hayvonlarni chaqirish uchun menga xachak yoki don kerak bo'ladi. Bu tarafda ham yig'ishtirib olib qaytadan ekaman. Mana bu la'nati ekinlarni ham yig'ishtirib olganimdan keyin ulardan non tayyorlayman yoki ularni hayvonlar chaqirishda ishladim. Mana bu sassiq lavlagilar esa menimcha menga kerak emas. La'nati fermani egasi kelyapti-ku. Yo'qol bu yerdan, nima meni fermamni tozalayapsan? Ilog'im tashib chiqsan, rozi emasman. Obbo, amak, unaqa demang, o'zim sizni bir kun qaytaraman. Ha, qaytarsang roziman, bolajonim. Bo'ldi, ana endi ishimiz bitay deb qoldi. Mana ekinlaringizni qaytib joyiga ekyapman. Men sendan ming rozi emasman-ku. 100% roziman. Ekinlarimni kelajakda albatta qaytarib berasan. Komposteringizga ham soldim mana 2 urug'. O'zi bu kompostermidi? Nomini ham bilmayman. Landavur bola bu koster-ku. Mayli, ko'rishguncha albatta qaytarasan. Ha, qaytaraman. Men uzoqdan shilliqni ko'rib qoldim. La'nati, bu rostakam shilliq ekan. Mana bu yerda esa chuqurlik bor ekan. Ana endi mana bu xonadonda kompas bo'lsa, ishlarimiz 5 bo'ladi do'stlar. Chunki kompasga xaritani ulab, uyimni yo'qotib qo'ymas dedim, ya'ni qishlog'imni. Bu yer juda ham tekis. Bu yerga qafaslar qursa arziydi, ya'ni hayvonot bog'i. Shuning uchun bu yerni yo'qotib qo'ymaslik kerak. Ana endi qanday yasasam ekan? Mana uni yasasdimmi? Mana bu yerga bir parcha qog'oz, mana bu yerga esa kompas. Mana qishloqda markazga kelib, mana shu yerdan xaritani ochaman. Qani omad kelarmikan? Bu yarmi dengiz-ku. Mayli, mana bu strelkacha zotdan meni qishlog'imni yo'qotib qo'ymaslikka yordam beradi. Xullas, men hayvonot bog'imni xaritadan tomosha qilmoqchi edim, lekin yarmi suvini olgan, yerni emas. Men qo'ylarni o'ldirib, o'zimga krovat yasaman. Nega qishloqdan olmayman? Chunki qishloqlar menga albatta kelajakda kerak bo'ladi. Mana bu ko'k rangli guldan oldim. Ana endi menga oq qo'y kerak. Ko'k rangli guldan esa kraska yasayman. Bu yerda ham chuqur bor ekan, lekin ichida temir yo'q. Jin ursin. Aytgancha, menda kirka va hokazo narsalar yo'q. Shuning uchun mana bu daraxtni kovlab tashlayman. Shu ham 2 soat, lekin yaxshigina kuchayib oldim mana bu qishloqning dastidan. Bu qanaqa parranda bo'ldi? Buni o'ldirsammikan yoki o'ldirmasammikan, lekin chiroyli parranda ekan. Mayli, bunga tegmayman. Kelajakda uning go'shtini albatta yeb ko'raman. Buni qaranglar, qadrli aholi, men qiziqarli narsa topib oldim. Ya'ni bu hayvonlarning kitobi. Ya'ni u yerda hayvonlar haqida yozilgan bo'lishi mumkin. Versakda esa yangicha kraftlar topdim. Bular qanaqadir zirhli vositalar bo'lsa kerak. Menimcha ular bu moddagi hayvondan narsalar olingandan yasaladi. Xo'sh, men qalqonni qidiryotgandim. Yog'ochim yetmas ekan. Shuning uchun mana bu daraxtdan bir dona olaman. Qalqon yasab bo'lgandan keyin bo'lg'acha yasamoqchi bo'lim, ya'ni kirka. Xullas, men bu kirka bilan toshdan rivojlanaman, balki mistandir. Mana bu g'alati shaklni berib turgan toshni olib tashlab, o'zimga tosh qilib olaman. Bu toshlardan keyin esa toshli instrumentlar yasayman. Mana bu yerdagi pechkalarni esa olib ketaman. Baribir aholilarga kerak emas. Ochiq joyga tosh qo'yib ketsam bo'larmidi? La'nati, dangasa aholi bu yerda nima qilyapti? Turavering. Bu yerga men uxlayman. Do'stlar, mana bu aholi meni miyamni qoqib tashladi. La'nati, bu nima edi? Buni kattaligini ko'rdilaringmi? Bitta joyga qotib turibdi. Nima balo, meni quvlamoqchi edi menimcha. Yoki quvalayotdimi? Bilmadim, men hozir shokdaman. Yana hardkor dunyoda bitta o'lsa hammasi tamom. Qaydaydi? Mana u osmonimizda edi. Musaffo osmonimizda ham ular chirkin qilib tashladi. O'llaring-ey. Men esa mana bu xonadonga berkirmoqchiman. Dangasa aholini qarang otishini. Bu yerda sandig'ida non bor ekan. Sandig'ida ko'chat turibdi, ekib ham qo'ymaydi la'nati dangasa. Osmonda yo'q. Menimcha u g'oyib bo'lgan. Osmonda gigant qushlar uchib yuribdi. Bu degani meni hardkor dunyoyim tamom bo'ladi degani. La'nati, ana ularni qaranglar.
Jin ursin. Men shu yerda qotib tursammikan yo qochsammikan yo berkinsammikan? Bilmadim, bilgan joyimga qochaman. Menga hozir resurslar kerak. Masalan, mismi, toshmi, temirmi, xullas o'shanaqa narsalar. Mana bu barzangi esa mana bu yerda yalloq qilib yuribdi. Meni himoya qilish o'rniga. Mana shu yerdan bir ikkita tosh kavlab olib, instrumentlarimni toshdan qilib olaman. Men hozir ana u la'nati parrandani mag'lub qilmoqchiman. Obo. Mana shunday qilib uni borib uraman. Nimaga yetolmayapman yoki buni zarvasi unga o'tmayaptimi? Sababi aniq, chunki Minecraft'im qotyapti. Buni yugurishini qaranglar ey. Bundan bir parcha go'sht tushsa ham xursand bo'lar edim. Janosan qo'limda bolg'a ham yo'q. Mana jonni ketkazdim. Suvga tushyapman, balki suv xavfli bo'lsa-chi. Mayli, men suvga tushmayman, kerak emas. Shu uchun bu yerdan quyom qilaman. Bu parranda o'zi mendan 2 marta qochib qutulishga ulgurdi. Buni nomi nima edi? Albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Chiyillashini ham eshitdilaringmi? Men uzoqdan qanaqadir mavjudotni ko'ryapman. Obo, bu induk-ku. Indukni yoqib go'shtini olaman. Buni qochishini qaranglar ey. Albatta buni kelajakda hayvonot bog'imga qo'yishib qo'yaman, chunki bu juda ham chiroyli hayvon ekan. Obo, bunga yetolmayapman-ku. Buni yurishini qaranglar qanday kulgili. Hozir nayzamni borib orqasiga tiqib olaman. Men sizlarga nima degan edim? Orqasiga tiqaman deganmidim? Obo, menimcha bu induk charchab qoldi. Buni qaranglar, mendan qochmayapti. Buni astagina endi yoqaman. Olovda o'chiraman, bo'lmasam tarqab ketadi. Voy, buni shirin toyligini qaranglar. Ey, ro'son go'sht tushdi. Bu menimcha uning ichak chavoqlari. O'zi bu pishganmi yoki yo'qmi? Qornim ochroq qolsa yeb olaman. Ana endi mana bu bir parcha hayvondan tushgan yarimda qorin to'yg'azdimi? Obo, buni o'rniga tovuq go'shti yesam ko'proq to'yg'azasdi. Mana bu qo'yni esa yoqib tashlayman. O'zim men shunga majburman, bolakay. Chunki men hardcore o'ylayman. Agar oddiy survival bo'lganda, sening onajoningni yoqmagan bo'lardim. Mayli, men senga bir dona xashak beraman, kechirim so'rash tarzida. Mana bu xashakni yedagin endi ko'zimdan yo'qol. Men ana endi mislarimni eritib olmoqchiman, ya'ni ularni toza misga aylantirishim kerak. Toza misga aylantirib ulardan instrumentlar va bronyalar yasayman. Mana endi pechkalarim yondi, ungacha men aylanib kelaman. Mana xonadondagi sandiqni ham fotoros qilaman, mayli, menga bitta teri ham kerak bo'ladi. Ana endi mana shu yerlarga yana shu hayvonmi? Nima bu o'zi? To'xtinglar, yaqindan ko'rishga harakat qilib ko'ramiz. Kallasi burgutniki ekan, oyog'i chumchuqniki ekan, yana bitta oyog'i esa otniki ekan, dumi ham otniki ekan. Buni qaranglar, turqi tarovatini. Shunaqa ham tasqara bilanmi? Bundan ko'ra alvasti chiroyliroq. Xo'sh do'stlar, men ana bu yerda yana bitta parranda ko'ryapman. Jin ursin, u qanaqa parranda? Uni kattaligini ko'rdilaringmi? Ana uni uchib yurishini qaranglar. Mana bu yerdan kachka bilan xaltachalarni va nonni olib olaman. Unda sarguzashtimni davom ettiraman. Obo, yana shunaqa hayvon. O'zim asta rivojlanib bo'lganimdan keyin albatta hayvonlarni yig'ishni boshlayman. Ancha ko'p mistim allaqachon eri bo'libdi. Jin ursin, qolganlari qolib ketibdi. Shuncha payt nima qildi bular? Va nihoyat mislar tayyor bo'lganga o'xshaydi. Obo, olovimiz ham ortib qolibdi. Bunga pishirishga hech nimam yo'q. Shuning uchun afsuski pechkalarni sindirib o'zim bilan olib ketishga majburman. Do'stlar, ko'rinishimga necha baho berasizlar? Men bu ko'rinishga 10 dan 4 ball beraman. Obo, mana buni qaranglar, tasqarani uchib yurishini. Obo, joni ketdimi? Yillanati golem menga vizif tashadi. Golem nimaga o'zi meni qo'llayapti? Obo, ana endi shu yetmay turdi. Uni qaranglar. Barzangiga meni kuchim yetarmidi? O'zi nimaga meni qo'llayapti? Men unga tegmagan edim-ku. Ana u tasqarani joni ketgandan g'azablandi shekilli. Menimcha bular til biriktirib meni yo'q qilmoqchi. Toshlarimni olib, ana endi tepaga quraman. Men sen golemni o'ldirmagan edim, temir olish uchun, lekin o'zing shunga majbur qilyapsan. Afsus, yaxshi golem edi, toki menga tegmaguncha. Do'stlar, meni eng yoqtirgan rangim siyoh rang va uni qizil va ko'kdan yasalishini bilib qoldim. Ana endi men balkim kelajakda o'z imperiyamni, o'zimni haykalimni quraman. Shunda menga albatta binafsha rang kerak bo'ladi. Bu golemni 2 ta gul, 4 ta temir tushdi. Juda ham yaxshi golem ekan. Bitta gulini ekib qo'ydim, ana bu katta gullar orasiga bittasini esa o'zimga karavot qilish uchun rang qilib olib qo'ydim. U golem bizning xotiramizda qoladi.
Mana bu esa uni miyasini aynatdi, la'nati tasqara. Endi men bu tasqaradan nafratlanaman. Balki unda kelajakda o'ch olarmiz kamon yasab. Balki u juda kuchli bo'lib meni qoqishtirib tashlar. Uni bilmadim-ku, menimcha men uni albatta yutaman. Mana bu qo'yni esa men junini olmoqchiman, chunki menga oq jun kerak. Xo'sh. Yil la'natiga meni kim urdi? Shu bir parcha pishakcha meni urdimi? Jin ursalay. Albatta men bu mushukchani gazini beraman. Takoy privet, takoy atvet. Bu bir parcha pishakcha meni fotorat qilmoqchi belli. Men esa mana u lamani o'ldirib, undan ip va terilarni olib olaman. Do'stlar, agarda video yaxshi aktiv yig'adigan bo'lsa, videoni davomini chiqarib, albatta parranda va bir parcha pishakchadan qasos olaman. Video yoqmagan bo'lsa ham like bosib, kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan Reli dedi. Keyingi videolargacha sog'lik omonlikda ko'rishguncha.